Men hozir butun meni eshitib turgan o'zbek lab zabonini tushunadigan odamlarga bitta yangilik aytaman. Shamollash davolasa 7 kunda yaxshi bo'ladi, davolamasa 1 haftada yaxshi bo'ladi. O'zi 1 hafta 7 kundan iborat-ku. Bo'ldi. Shamollash davolasa 7 kunda yaxshi bo'ladi, davolamasa 1 haftada yaxshi bo'ladi. Shamollash davolanmaydi. Shamollashga uyda o'zingiz bilganingizni qiling. Paracetamol ichib turing temperaturaga. Yevropa shunga asoslangan. Xuddi shunday. Siz shamolladingizmi? Bo'ldi, 7 kunda o'tadi, iloji yo'q. Antibiotik boshlasangiz ham 7 kunda o'tadi, boshlamasangiz ham 7 kunda o'tadi. Iloji yo'q. To'g'ri. Bu standart bu. Daminov Shuhrat Nosirov degan professor ustozimiz 80 ga kirgan, endi o'lishlaridan 1-2 yillar oldin. Bolam shamollash deb o'zlari shamollab o'tiribdi. Professor, terapevt. Shamollash davolasang 7 kunda yaxshi bo'ladi, davolamasang 1 haftada yaxshi bo'ladi. Hech esimdan chiqmaydi. Men butun xalqimizga shuni aytaman. Shamollashni davolamang, shamollashni yengillashtiring. Shamollashga antibiotik olib, bir nimalar qilib xarajat qilmang. O'sha pulga ovqat olib kelib yeng. Go'sht yeng, ovqat yeng, immunitet ko'taring, aptekalarni sindirib yuboring. Umuman shu. Biz aptekalarimizda yarmi shamollashga tabletka, o'zjarchi. Immunitetga nima kerak bu? Ana endi Yevropani doktori nima qildi? Siz aytgan doktor narsa yozmadi-ku. U ana patsientni qutqardi. Keyingi kasalliklardan qutqardi. Shamollash yo'q bo'ldi, baribir bo'ladi, 7 kun proses o'tadi. Keyingi hayotidagi umriga foyda beqildi u. Keyin ham bor-ku yashash, to'g'rimi? Hozir shamolladi. Biz 7 kunga sabrimiz yo'q, 3 kunda yaxshi bo'lishimiz kerak. 3 kunda yaxshi bo'ldi. Endi hayot davom etadimi? 6 oydan keyin nima bo'ladi? Yana shamollash mumkin-ku. Keyin nima bo'ladi? Keyin yana ham og'irroq bo'ladi. Undan ko'ra boshidagi 1 yilda boshidagi shamollashda inqillab 7 kunni bir mola qilib amallab o'tkazsak, To'g'ri. Keyingilari bizni keyin qo'rqita olmasligi kerak-da. Shamollashdan hech kim qo'rqish kerak emas. Shu narsani yodlab oling. Davolasa 7 kunda, davolamasa 1 haftada yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Bu qoida, oltin qoida. Voy Abdulatif aka, rahmat. Ichagimizni avaylashimiz uchun antibiotik olish kerak emas. Antibiotikdan voz kechishimiz kerak. Kim antibiotik olsa, ichagini yarmi pachag'i chiqadi. Virusni antibiotik bilan davolanmaydi. Virusga proteovirus narsalar beriladi. Antibiotik faqat bakterial infeksiyalarga beriladi. Savodsizlar antibiotik yozadi. Diagnoz qo'ya olmasa vrach, shirokiy spektr antibiotik yozadi. U qo'ya olmadi-da diagnozni.